Quruvchi biznesmenlarga yoqadigan bitta shikolat variantga kelganmiz. Nima sababdan yoqadi deb aytolmam. Fasati shu tunkidan shogacha 50 metrdan sal oshiqroq deb aytdilar. Yana egalaridan batafsil ma'lumot olsangiz bo'ladi. Ichkariga 25, orqa tomonida yangi uchastkalar qadar osilgan. Xullas uchastka sifatida ham foydalansangiz bo'ladi. Noturar dokumentda noturar sifatida ekan. Undan tashqari mana bu yoqlarda servis sifatidami yoki ikki etash qilib biznes sentr qilib qo'yasizlarmi, uchastkami, xullas libboy qurilishga sahpadayt qiladigan razmerlarda bo'ladi. Olmazor tumani MD gospitaldan kelaverish, a'lo kiruv, Oqtepa-Lavashchilik ro'parasida. Birinchi liniya orqa tomonida ham ko'chalar bor. Eng muhimi, yer tagidan o'zimiz tekshirtirib olganmiz deb aytdilar. Egalari yaxshi niyat topib qo'ygan ekanlar, pul srochniy kerak deb aytdilar. Umumiy maydoni 9,5, ozgina zahmat joylari bor ekan. Ular egalari o'zim tushuntiraman deb aytdilar. Shu zdaniya turmushi bilan 350 mingga nerealniy narx. Bemalol yon atrof surishtirib olsangiz bo'ladi. Nomer bilan lokasiya tashlab qo'yaman.